haqiqatan nafsi yomonlikqa buyuruydi. Faqat Rabbim rahim qilgan kishi buningdan mustasno. Bilib qo'yinglarki, dunyo hayoti oxirat hayotiga solishtirganda nihoyat qisqa va arzimas bir hayotdir deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Assalamu alaykum aziz qarindishim. Tarix yilnomasi milodiya 630 yili, hijriya 9 yilni ko'rsatayotgan bir paytda Payg'ambar alayhisalom va sahobalar Taif g'azatidan qaytib keldi. Orqadanla Rumliklarga qarshi jihad qilish chaqiriqi e'lon qildi. Bu chaqiriq chiqarilgan vaqt Madina Munawvar nihoyat issiq, uzuq-tulik intayin kamchil, turmush nihoyat qiyin bo'layotgan bir vaqt edi. Bir qism musulmonlar bu jihad chaqiriqiga ovoz qo'shishda eg'irlik qilganligi sababidan Alloh taolo yuqorida tilovat qilingan oyatni nozil qilgan. Alloh taolo mu'minlarga nido qilib: "Ey mu'minlar, imonning talabiga amal qilmamsizlar, Allohning roziligiga oldirmamsizlar. Sizlarga nima bo'ldiki, Alloh yo'lida jihad qilish chaqiriqi e'lon qilinsa, g'ururlik qilyapsizlar. Dunyo hayotiga rozi bo'lib, oxiratni tashlamsizlar. Bilib qo'yinglarki, dunyo hayoti oxirat hayotiga solishtirganda nihoyat qisqa va arzimas bir hayotdir" deydi. Jihad kalimasi islomni tarqitish va uni kengaytirish yoki musulmonlarga qarshi hujum qilgan dushmanni to'sish yoki musulmonlarning tuproqini ozod qilish va yoki musulmon jamoatga yordam berishni maqsad qilgan so'z va ish harakatlarini ko'rsatadigan islomiy atalg'i. Islom tarixida tunji qatim Badr g'azatidan keyin ishlatilishga boshlagan. Islomning manfaati uchun qilingan har qanday so'z va ish harakatlarga keng qo'llanilgan. Qadimgi va hozirgi islom olimlari Alloh yo'lida jihad qilishning yo'lliq ekanligiga birdak ittifoqqa kelgan bo'lib, bu jihadning bir qismi farz kifoya, ya'ni ma'lum kishilar yoki ma'lum jamoat elib borgan bo'lsa, boshqalardan saqit bo'ladigan jihad. Yana bir qismi bo'lsa, farz ayn bo'lgan jihad, ya'ni har bir kishining qilishi talab qilinadigan jihaddir. Islom tuproqlarini kengaytirish yoki boshqa zamonlarni fath qilish uchun elib berilgan jihad, shundaqla da'vat jihadi va ta'lim-tarbiya jihadi qatorliqlar farz kifoya hukmidagi jihad ichiga kiradi. Shundaqla nafsi bilan jihad qilish, shayton bilan jihad qilish, musulmonlarning tuproqlariga besib kirgan dushmanni chekindirish uchun qilingan jihad farz ayn bo'lgan jihadning ichiga kiradi. Imom Ibn Qayyum rahimahulloh jihadni mundaq 4 turga ayırgan. Ular nefsi bilen cihat qilish, şeytan bilen cihat qilish, munofiqlar bilen cihat qilish ve kafirlar bilen cihat qilishdan ibaret. Undaqda nefsi bilen cihat qilishga kelsak, her insanda xilma-xil xohish ve istaklarning bo'lishi tabiiy. Ammo ko'pincha vaqtlarda nefsimiz bizden bu istaklarga yetkazishni talab qiladi. Rahat farog'atga, aysh ishratga targ'ib qiladi. Kamtarlik o'rnida menmanchilik qilishga, sabr qilish o'rnida musulmon qarindishiga g'azab qilishga chaqiradi. Alloh taolo sura Yusufda haqiqatan nafsi yomonlikqa buyuruydi. Faqat Rabbim rahim qilgan kishi buningdan mustasno deyish orqali nafsining bizni nimalarga boshlaydiganligini bayon qilish bilan birga nafsimizni Alloh va Rasulining ko'rsatmalariga uyg'un holatda tarbiyalashga buyuruydi. Nafsi bilan jihad qilish deganimiz ko'nglimiz tortgan va badanimiz rohatlangan hamma ishga berilmaslik, jafo mushaqqatlarga bardoshlik beralaydigan, sabr qila oladigan holatga yetkazish uchun nafsimizni chiniqtirish, shundaqla ulug'vor g'oya va yuksak nishonlarimizga yetish uchun nafsimizni boshqara oladigan bir kishilik yaratish bilan amalga oshadi. Bugun ko'z qilish uchun nafsimizni yig'olmaydigan, g'azablangan vaqtda o'zimizni tutib ololmaydigan, hatto ig'ir bo'lganda moddiy va jismoniy jihatdan boshqalarni ziyonga uchirta oladigan bir musulmonda yuz berishi amaliyotda nafsimiz bilan qilinadigan bu jihatni loyiqada elib bora olmaganligimizning ifodasi bo'lsa kerak. Shayton bilan qilinadigan jihatga kelsak, shayton insonlarning eng cho'ng dushmanlaridan biri. U Odam otamiz alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortib, Rabbimizga osiy bo'lgan shu kundan boshlab barliq musulmonlarning eng ashaddiy dushmaniga aylangan. Gerçi biz şeytanını körelmesek mi, tutalmasak mı, Kur'an-ı Kerim ve hadislerinin bayanına uygun halda şeytan bilen cihat qilishga buyurulgan. Biz şeytan ko'nglimizga tashlagan Allah, ahiret, ölgenden keyingi hayat ve onundan başka g'aybiy ishlar haqida kallamızga kelib qoladigan shubhilar ve oy xiyollarni iman kuchi bilan qaytara olamiz. Allah Taala haram qilgan ishlar şeytan tarafidan har qancha jalb qilarlik ko'rsatilsa-mu, Allohning amr farmonlarini aslab, Allohdan hayo qilib haromga yaqinlashmaslik, shundaqla haromga elib
boradigan amallardan yiroq turish orqali ustimizga farz bo'lgan bu shayton bilan qilinadigan jihodni amalga oshira olishimiz mumkin. Munofiqlar bilan qilinadigan jihodga kelsak, munofiq deganimiz islom to'niga o'rnab olgan, o'zini nihoyat taqvo musulmon ko'rsatadigan, ammo qalbida musulmonga qarshi turadigan, tilida islomni iqror qilsa-mu, dilida inkor qiladigan kishilarni ko'rsatadi. Bunday kishilar bilan kofirlar bilan jihad qilganga o'xshash jihad qilish aslo mumkin emas. Chunki ular o'zini musulmon jamoati ichida yushirdi. Safning oldida yurayotgandek ko'rinadi. Hatto uningga qarab o'zingizdan xijil bo'lib qolasiz. Amaliyotda ular bilan jihad qilish orqali musulmonlar sepini tozalash va puxtalash to'liq muhim. Musulmonlar jamoatining ojizlashishi amaliyotda ichki nizoni boshlatgan shundoq munofiqlarga qarshi turish kuchining ojizligidan kelib chiqadi. Bunday kishilarga nafrat qilmaslik, ularni osonlik kechirib o'tish, keltirib chiqargan ziyinni unutib ketish, samimiyatini bilmay turib, tilimizda so'zlaganligi yoki oramizda yurganligi uchun bo'ldi qilib, mas'uliyatini surishti qilmaslik bizning munofiqlar bilan elib berilish kerak bo'lgan bu jihodga nisbatan tushunchimizning nihoyat oddiy ekanligini ko'rsatib beradi. Shu sababdan tashqi dushman bilan jihod qilish qanchalik muhim bo'lsa, munofiq va xoinlardan iborat ichki dushman bilan jihod qilishmi intayin muhim. Ularning hiyla-mikrlarini barbod qilish, tuzgan planlarini gumron qilish, musulmonlarni parchalash uchun elib berayotgan xizmatlarini amalga oshirmaslik, ularni pash qilish, ular bilan aloqani uzish qatorliq usullar bilan jihad qila olishimiz mumkin. Balkim u urug' tuqqaningiz, do'stingiz, savodoshingiz, yurtdoshingiz, hatto ustozingizmi bo'lishi mumkin. Mana mushundaq chaqda bizga nisbatan shaxsiy manfaatlarimiz emas, balki dinning va jamoatning manfaati. Uning kim bo'lishi emas, nima qilganligi muhim o'rinda turish kerak. Ichki dushmanni yo'qotib, saflarimizni birlashtirmay turib, biz tashqi dushmanlarga qarta qandoqmi jihad acha olamiz? Aziz qarindishim, islom ummatining tuproqlari kofirlar tarafidan besib olingan bir zamonda yashayotgan musulmonlar bo'lish sifatimiz bilan har birimizga jihad qilishning farz ekanligida shubha yo'qdir. Chunki islom olimlarining birdek ittifoqi bilan islom tuprog'i besib olinganda shu tuproq ahliga jihad qilish farz ayn bo'ladi. Agar ularning kuchi yetmasa, atrofidagi musulmonlarga jihad qilish farz bo'ladi. Hatto bundaq vaqtda butun dunyodagi musulmonlarga jihad qilish farz bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimiki jihad qilmay yoki jihad qilishni ko'ngliga pukmay o'lib ketgan bo'lsa, munofiqlikdan bir sifat ustida o'lgan bo'ladi deydi. Bu farz kifoy bo'lgan jihad qarta musulmonning qandoq pozitsiyada bo'lganligini ifodalagan bir hadisdir. Ammo jihad farz bo'lganda o'zini qochirgan, jihad chaqiriq qilinganda ovoz qo'shmagan, hatto dushmanidan keladigan manfaatlarining uzilib qolmasligi uchun sipini ayirmagan, jihad qilish kerak bo'lgan dushmanni dushman tutmagan musulmonlarning holi qandoq bo'la? Nafsimiz bilan qilingan jihodda mag'lub bo'lgan, shayton bilan qilingan jihodda yana g'alaba qila olmagan, munofiqlar bilan qilinish kerak bo'lgan jihodda ziyon tortgan bir ummatning tashqi dushman yoki tajovuzchi dushman bilan qilinadigan jihodda g'alaba qila olishi mumkinmi? Acaba biz jihad chaqiriq qilinganda eg'irlik qilgan, dunyo hayotiga rozi bo'lib, oxiratni tanlay olmagan musulmonlar yana Allohning rahmatiga loyiq bo'la olamizmi? Cho'ng kichik jihodning tayyorliklarini o'zimizda hozirlash uyoqda tursin. Kundan kunga ojizlab ketayotgan holimizni o'ngshash va isloh qilish, o'zimizni ashu payg'ambar va sahobalar erishgan g'alabaga loyiq tayyorlash uchun tirishish bugun biz Uyg'ur musulmonlari qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim ishdir. Shundoq bo'lganda biz Alloh taolodan nusrat talab qila olamiz, g'alaba talab qila olamiz va duolarimiz ijobat bo'lishga boshlaydi. Arzu armonlarimiz bizga texmi yaqinlashadi. Oxirda ulug' Allohdan Ramazonning hurmati bilan har bir musulmon qarindishimga tiz bukmaydigan, bushib qolmaydigan, bosh egmaydigan, Alloh va Allohning izzatini ko'zlaydigan, hayotida Alloh va Allohning rasulining izzati uchun xizmat qiladigan bir jihodiy ruh tilayman.